Assalomu alaykum jigarlarim, yaxshimisizlar? Soylar yaxshimi? Charchamay. Ertamanda yaxshi niyatda keluvdim. Kecha kuni odamlarga 200 tadan daraxt berib yuboribsizlar. Bizga ham bir ataganinglar bormi deb. Грубо говоря, qo'pol aytganda otdik ham yo'q ekan. Mayli endi. Bizga kim ham nima berardi? Shunaqa akalar. Endi kirgan garajga bekorchi ketmay dedim. Nima qilmoqchiman? Bitta video qaysi temada qaranglar. Mana bu yerda o'yinchilar beryapti, ko'pchilik bilmayapti. Nima, kim olish, hammasini. Ochilmabdi hali. Bu ochilmaydi. Bu payshanba kuni ochilsa kerak. Bu payshanba kuni ochilar ekan. Kimikini? Bu hali nima chiqsa kerak? Opornik. Bo'ldi. Tak. Основной o'tasizlar tikaninglardan. Qaranglar, maytda 16-o'yin bor. O'yinchi bor. Shuni olib qo'yinglar, albatta. Men oldim, menga kelib tushdi. Короче, 16-bitta o'yin tushdi-da. Full B'dagi. Yo'q, Full A'dagi. Qaranglar, 20 marta obnovit qilishinglar kerak. 20 marta obnovit qilsanglar, o'ng tarafda ham kartikalar ochiladi. Bu yerdan ham birortasi yo'qsa olsanglar bo'ladi. Bu yoqdan 16-karta beradi. Besplatniy. Tekinga. Shunaqa akalar. Darish qaranglar. Birinchi glavaga kiramiz. Birinchi glavaga kirgandan keyin bugungi sayt yana bug bo'lgan. Hozir mo ikkita o'yinda o'tadigan bo'lsak, uchinchisi ochiladi. Bu uchinchisini ham o'tsanglar, keyin bu yoqda o'yin ochilmayapti, bug bo'lgan. Kecha 1 soatdan o bugni to'g'rilab qo'yishuvdi. Buni bilmayman, kechga to'g'rilaydimi yo'qmi. Bu yaramaslar o'zlariga foydasi yo'q narsani nima qilishmaydi. Tegishmaydi ham. Lekin ziyoni bo'lsa sirasi to'g'rilaydi. Hammani endi. Qaranglar akalar. Bugun bo'lsa kerak, mo Bavariya bilan nimani o'yini. Yo'q, bularning o'yini ertaga. Bugun Liverpool o'ynaydi. Bugun Liverpool bilan Barsa bo'lsa kerak. Ertaga Sporting bilan Arsenal. Qaramadim, to'g'risini aytsam. Bugun Real o'yinini ko'rib qo'yardik-da, uchib ketsa yaxshi bo'lardi. Liverpoolchiman, anaqa Barsachi demanglar. Men Liverpoolchiman. Biz ham bugun uchib ketamiz. Shuning uchun Barsa ham uchadi. Yana bilmayman, Barsa comeback qilib yuborishi ham mumkin, yaramaslar. 4-5ta gol tashlaydigan peli bor ancha-muncha avvaliga. Flickdi, hammayli. Temaga qaytaylik. O'yinchilar akalar. Qaranglar. Bular ko'tarilishi kerak. Endi mo Chouameni bilan bilmadim endi mo. Thiago ko'tariladi, ko'tarilmaydimi? Mo Laymer ko'tariladi 16 ga. Men adashtirib yoribman. Men Atletico'ning o'yinchisini olaman deb o'zim Laymerda olibman. Menda Laymer 16 bo'ladi, bu 17 ham bo'lmaydi. Buni o'rnida Tembol Carvajal o'ynaydi. Men uni Qoraxon deb qo'yaman. Qoraxon o'ynaydi, shuning uchun bu bilmayman endi. Buni olib kerak menimcha. Nima qilib yuboraman? Obmen qilib yuboraman. Hech qisi yo'q. Obmen lekin 5 taga obmen ketadi deb eshitdim. Unaqa 50 talik bo'lmaydi. Ko'ramiz, bir gap bo'lar. Agar kimda kim masalan o'ng tarafda qirayda o'ynaydigan o'yinchisi yo'q bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Skorost normalniy bo'lib qoladi. Oborona dribling o'rtacha, fispodgotovkasi nima? Slabiro. Masalan siz hali ham 13-chi bir o'yinchilar o'ynab yurgan bo'lsangiz, yo'q bo'lsa olsanglar bo'ladi. Dash qaraylik, ketdi. PSG Liverpool. Liverpool bu yil yomon qiynaldi bor. Azablarda o'ynab tashlab shu kal xorami, anovi trenerimiz ketmadi. Dadam yozyapti-yu. Arne Slot tvar. Shuni rasmini qo'yib qo'ysammikin shu videoda ustiga. Ket o'yin nimadan Liverpooldan deb. Qaranglar, Robertson ketyapti lekin. Robertson ketadi. Akalar, bu yerda Robertson ko'tarilmaydi. Kuch kerak edi ko'tarilish uchun. Safonov 117 bo'ldi. Safonovni men olib qo'ydim. Hozircha videolar ko'rdim bu haqida. Buniki pas. Ancha men o'zimda Donnarumma turib, Donnarumma yaxshiroq. Hozircha buni nimalari pasroq-u, lekin 17 bo'lganda ko'tarilib ketishi mumkin.
Ko'ramiz. Bo'yi ham normal 1.92. Bo'yi ham normal. Chunki futbolda bilasizlar, bo'yi uzun varotarlar urid qiladi. Shuning uchun kimdaki masalan 13-kurtvolab o'ynab yurgan bo'lsa, tam Oblak, Alisson yurgan bo'lsa, 13, 14, 15 qo'ysa bo'ladi 17 bo'lgandan keyin. Olinglar, maslahat beraman. Keyin mana Lee Kan In. Bu brachka skorisi 200 ekanda. Skori zo'r ekan. Driblingi zo'r ekan. Mana udar bilan pas slabi bo'lgan bilan. Endi qaranglar. Men boshda buni kerak emas hech kimga deyatdim. Mana yuguradigan o'yinchida, yuguradi, pas yaxshi ham bera olmaydi. Fizik podgotovkasi ham pas. Desam buni дополнительный no degan yeri bor ekan. Bu CP bo'lib o'yna oladi ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? CP'shnik. 200 skor yuguradigan CP'shnik. Masalan, kim kerak bo'lsa olsanglar bo'ladi. 17-nimada CP masalan De Bruyne, Beckham'da o'ynatdim. Hozir mana nimani oldim, Valverde dedi. Вообще slabek olmaylar akalar. Toshboqadan ham sekin 15-Alonso undan tezroq. Skorisi emas, fint qilish вообще bir bo'lmaydi ekan. Yo'q qilaman. Короче, bu bola tez ekan. Bu bola dribling emas, skorisi вообще zo'r. Buni qo'yib qo'yganim ham yaxshi menimcha-chi. Ko'ramiz, uni sotib turib qo'yib qo'yaman. Prosta oyog'i uch ekanda, chap rabochiy oyoq bilan bermasanglar kasak qiladi. Tepganda ham shtangaga yo osmonga tepadi. Tak kimda kim kerak bo'lsa yaxshi. Robertson endi umuman ash katta yo'llar uchun. Robertson. Zato fizikasi ham obronasi zo'r buni. Skoroslari pastroq. Endi shunaqa akkauntlar kamayib ketdi-yu, hozir bunaqa yo'g'on bo'lsa kerak. Endi vdrug bo'lsa qo'yib olsanglar bo'ladi. Kimgadir balkim tushmagandir. Atletico, Barcelona. Atletico o'tib ketsin deyman men, chunki endi slabroq komandalar chiqib shu Diego Simeone hurmat qilaman, to'g'risini aytsam. Shu Real Barcelona orasida mana shu necha yildan beri o'ynab keladi. Yutsa ham mayli shu bola. Qaranglar. Защитник Robin Lenormand. Qaranglar, bu skoris pas. Skorisi rostdan pas. Hozir ko'tarilganda ham uncha ko'tarilmaydi, lekin obrona va fizik podgotovka normalniy. Tem bo'li 117 bo'ladi. Kimda kim masalan 113 lar o'ynab yurgan bo'lsa, 115 lar o'ynab yurgan bo'lsa, olinglar, qo'yib olinglar. Endi bu Torres bilan Firmin ko'tarilmaydi, nima kerak bor. Tak, Arsenal. Короче, bu yerda Madueke va Zubimendi ikkalasi ham bestalkovi kartalar, lekin 116 bo'ladi. Olib qo'ysanglar bo'ladi. Sostavga kerak bo'lsa qo'ysanglar bo'ladi. Misol men bilmayman endi nima kerak bo'lardi. CP bo'lar ekan bu ham. Udar вообще yo'q. O'zi aporkada bu. Aporkadan udarga borib tepganda rosa kerak paytda bir tepsanglar bo'lmaydi. Madueke'ning skorisi вообще olov. Dribling olov. Lekin oyoq unda ham 3. Bilmadim. Bu ham misol kimgadir kerak bo'lsa qo'yib ko'rsa bo'ladi. Yo'qda, endi yo'q odamlar ham bor. Hammada ham hamma kartalar bor emas. Shunaqa akalar, ikkalasi 16 bo'ladi. Endi qachon bu obnovleniya bo'ladi aka? Qachon bu nimaga buni unaqa qilishmayapti, 16-17 qilmayapti desanglar, bu chorshanba kuni bo'ladi. Shunaqa aytishdi insiderlar. Ya'ni o'yinlar o'tadi. Bugun ponedelnik o'yin bo'lsa, ertaga vtornik, seshanba o'yin bo'lsa, sreda chorshanba kuni obnovleniya bo'ladi. Payshanbadan уже 4-hafta va до свидания boshlanadi. Xayrlash. Shunaqa akalar. Kimga kerak bo'lsa, nima qilinglar? Ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariy yozinglar, Telegramga yozinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa ozgina videolar qilib turaman. Hammaga assalomu alaykum, yaxshi kayfiyat, tinch bo'linglar.